Yettinchi sinf O'zbekiston tarixi. Beshinchi mavzu: O'rta Osiyo xalqlari turk xoqonligi davrida. Oltinchi asr o'rtalarida Oltoy va Janubiy Sibirda yashagan turkiy qabilalarni birlashtirgan yangi davlat vujudga keldi. Bu davlat tarixga Turk xoqonligi nomi bilan kirgan. Uning asoschisi Bumin edi. 552-yilda Bumin xoqon deb e'lon qilindi. Oltoy xoqonlikning markazi qilib belgilandi. Turklarning g'arbga tomon yurishlariga Istami boshchilik qiladi. Unga Yabg'u xoqon degan unvon beriladi. Tez orada Yettisuv va Sharqiy Turkistonga tutashgan yurtlarda yashovchi turkiy qabilalar bo'ysundiriladi. 555-yildayoq turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo'ylarigacha cho'zilgan keng o'lkalarni egallaydilar. Xoqonlik chegarasi Eftallar davlati hududlariga tutashib ketgan. Natijada Eftallar davlatining shimoliy hududlari xavf ostida qoladi. Bunday qulay vaziyatdan foydalangan Sosoniylar Toxariston va Chag'anyonni Eftallardan tortib oladilar. Turk xoqonligining Eftallar bilan to'qnashishi muqarrar edi. Bunday murakkab siyosiy vaziyat xoqonlikni Eron, so'ngra Vizantiya bilan yaqinlashtiradi. Uzoq vaqt Eftallar tazyiqida yashagan Sosoniylar bu davlatning tamomila barbod bo'lishidan manfaatdor edi. Xusrav I Anushirvon 531-579-yillarda yashab o'tgan tashabbusi bilan yuzaga kelgan o'zaro harbiy ittifoq Eron shohining istamiga kuyov bo'lishi orqali yanada mustahkamlanadi. Eron askarlarining Balxga hujumi ko'magida turklar 563-yilda Eftallar davlati yerlariga bostirib kiradilar. Parak, Chirchiq vodiysi va uning markazi Cho'ch shahri ishg'ol qilinadi. Sirdaryodan o'tib, Sarafshon vodiysiga kirib boradilar. Ular Samarqand, Kesh va Naxshavni egallab, Buxoroga yaqinlashadilar. 8 kun davom etgan shiddatli jangda Eftallar qo'shini yengiladi. Shunday qilib, janubdan Eron Sosoniylaridan, shimoldan esa Turk xoqonligidan 563-567-yillarda zarbaga uchragan Eftallar davlati tamomila barbod bo'ladi. Natijada mag'lub davlatning merosi o'zaro bo'linib, Amudaryoning janubiy qirg'oqlarigacha bo'lgan viloyatlar Eron, uning o'ng sohillari bo'ylab Kaspiy dengizigacha cho'zilgan yerlar Turk xoqonligi tasarrufiga o'tadi. Eftallar davlati qulagach, vaziyat tubdan o'zgaradi. Endilikda o'z chegarasini shimoliy-sharqqa tomon kengaytirib olgan Eron Amudaryodan to Suriyaga qadar Ipak yo'li ustidan o'z nazoratini o'rnatadi. Uzoq Sharqdan Eron hududlarigacha karvon yo'li nazoratini o'z homiyligi ostiga olgan turklar esa Eron orqali Vizantiya bilan bevosita savdo qiladigan bo'ldi. Turk xoqonligining boshqaruvi Turk xoqonligi qanchalik katta bo'lmasin, chinakam markazlashgan davlat emas edi. Uning asosiy qismi turkiy tilda so'zlashuvchi qabilalar ittifoqidan iborat bo'lgan. Bu ittifoqni Xoqon boshqargan. Hukmdorning hokimiyati urug' aymoq udumlarga tayangan harbiy ma'muriy boshqaruvga asoslangan. Mamlakat ko'chmanchi chorvador va o'troq dehqon aholiga bo'lingan. Ko'chmanchi chorvador aholi Budun yoki Qora Budun nomlari bilan yuritilgan. Budun o'z navbatida qabilalar ittifoqi birlashmasini tashkil etardi. 10 o'q Budun yoki elning hokimi Yabg'u yoki Jabg'u nomi bilan atalardi. Yabg'u darajasiga faqat Xoqon urug'iga qon qarindosh bo'lganlargina ko'tarilardi. 10 o'q el sardori bir tuman, ya'ni 10 ming suvoriyni safga tortar edi. Bunday harbiy bo'linmaning tuman boshchisi Shod deb yuritilgan. Budun chorvador aholi, Xoqon buyuk hukmdor, podshoh, imperator, Yabg'u Xoqon, Xoqon urug'idan bo'lgan yurt hokimi, Shod 10 ming qo'shin qo'mondoni, Yasoq dehqonlar va chorvadorlardan olinadigan soliq.
Oltinchi asrda Chirchiq, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo havzalarida o'ndan ortiq voha hokimliklari mavjud edi. Ularning iqtisodiy va siyosiy boshqaruvi mahalliy sulola hukmdorlari qo'lida qoldirilib, turklar ulardan faqat boj va yasoq undirib olish bilan cheklanadilar. Xoqonlikning bo'linishi katta-katta qabilalar yoki qabilalar ittifoqi markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslikka intilganlar. Turk xoqonligi tasarrufida bo'lgan hududlardagi hokimlar mustaqil bo'lishni istar edilar. Bu omillar xoqonlikning mustahkam markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermagan. Bo'ysundirilgan hududlarni mahalliy hokimlar orqali boshqaruv tartibi xoqonlikni tobora zaiflashtira borgan. Buning ustiga Vizantiya, Xitoy va Eron bilan doimiy raqobat xoqonlik ahvolini yanada og'irlashtirgan. Oqibatda Turk xoqonligi 6-asrning 80-yillari oxirlarida ikkiga Sharqiy Turk xoqonligi va G'arbiy Turk xoqonligiga bo'linib ketadi. Buyuk Turk xoqonligi barpo etilgan el-yurt Oloy tog'lari sharqidan to uzoq sharqgacha bo'lgan hudud, ya'ni Janubiy Sibir, Urxun havzasi Mo'g'uliston, Shimoliy Xitoy Sharqiy xoqonlik tasarrufida bo'lgan. Mazkur xoqonlikning poytaxti Otukan vodiysi Mo'g'ulistonda qaror topgan. Oloy tog'larining g'arbida joylashgan o'lkalar Yettisuv, Sharqiy Turkiston, Sirdaryo va Amudaryo havzalari hamda ularga tutashgan hudud G'arbiy xoqonlik tomonidan idora etilgan qarorgohi Yettisuvda joylashgan. Mustahkam markazlashgan davlat bu barcha hududlar yagona hukmdor hokimiyati tomonidan idora qilinuvchi davlatdir. Xo'p, demak, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Sizlarga darslarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang, bizni kuzatishda davom eting.